Eqib yurgan atalığlarga tushuncha birinchi ming yuyish. Avtori Mevlana Yasin. Biz so'zlarda yoki yozmalarda ming yuyish degan atalg'ini ishlatamiz. Masalan, Xitoy Uyg'urlarning mingisini yuyiyotidi, ularning mingisi yuyilib ketgan degandek. Bu ming yuyish degan atalg'u Uyg'urchaga Xitoychadagi Shinao dan kelgan bo'lishi mumkin. Bu atalg'u dastlabda inglizchada paydo bo'lib, Brain Wash deb yozilgan. Bu atalg'uni dastlabda ming yuyish mutaxassisi Amerikalik yozuvchi, jurnalist, tashviqotchi va axborot vakolatchisi Anvarit Xundar 1950-yili Xitoy hukumatining o'zining xalqining hukumat bilan qanday hamkorlashib ish qiladigan ahvolni tasvirlaganda ishlatgan. Tuvandagi bas so'z ming yuyish degan so'z bilan munosabati bor. Birinchi, inglizchasi Brain Wash, Xitoychasi Shinao, Uyg'urchasi ming yuyish. Ikkinchisi, Re-education, Xitoychasi Zayjauyi, Uyg'urchasi qayta tarbiyalash. Uchinchi, inglizchasi Menticide, Xitoychasi Jinshin Shahay, Uyg'urchasi ruhni o'ltirish. To'rtinchisi, inglizcha Kawasi Faswajin, Xitoychasi Changshin Shufu, Uyg'urchasi majburiy qoyil qilish. Beshinchi, inglizchasi Sout Rayfrom, Xitoychasi Sishangaizao, Uyg'urchasi ideyani o'zgartish. Ming yuyish bo'lsa, bir xil alohida ahvolda odamning tonishidagi xatolik va psixikalik ojizlikdan foydalanib, aqlni kontrol qiladigan texnika. Bu aql kontrol qilish jarayonida eng muhim bir vosita bo'lsa, odamlarni bir xil majburiy kuch ostiga tashlab, ularning o'ylashi va hukm qilish iqtidorini tuvallatib, kishilarni normal aqliy holatda ishonmaydigan narsalarga ishondiradigan qilish. Albatta, mingisi yuyilganlarning masalasi bo'lmasa, buni amalga oshirg'ini bo'lmaydi. Ming yuyish bir xil sirliq ish emas. Bu faqat jamiyatga ta'sir qiladigan omillardan, masalan, ommaga egilish, itoat qilish, nasihat qilish, tamponsizlik, qarshi turish, jinoyat tuyg'usi, vahima, qo'rqish, do'rash, e'tirof qilish qatorliq omillarni safarbar qilib, ijtimoiy psixikani qo'llanadigan bir jarayon. Ming yuyish uchurlarni kontrol qilish va imkon qadar bir xillashtirishdan boshlanadi. Ming yuyg'uvchilar har xil usullar bilan uchurlarni kontrol qilib, faqat o'ziga foydali uchurlarni ta'minlab, o'ziga foydasiz yoki qarshi uchurlarni ma'ni qiladi. Buning ta'sirida siz ongsiz va ixtiyorsiz holda ma'lum bir voqeaga erishgan qisman uchurni mushu voqeaga munosabatlik barliq uchurlar deb qabul qilasiz. Sizning bu cheklik tonishingiz bir reallik bo'lmagan voqeani barpo qiladi va sizdagi bu reallik bo'lmagan voqea sizning bu voqeaga bo'lgan tafakkuringizni yetaklaydi. Ming yuyg'uvchilar o'zining yolg'onchiligini boshqalar tarafidan oshkorlanmasligiga kafolatlik qilish uchun yolg'on narsalarni qayta takrorlash orqali zinnatlaydi va kuchlantiradi. Ming qitim takrorlangan yolg'on haqiqatga aylanadi degan psixika unumi mushiyadan kelgan. Yolg'on bilan haqiqiy uchurlarni aralashtirish kishilarda reallikqa yaqin bir xil tuyg'uni yaratishda eng unumli rol o'ynaydi. Psixika tadqiqotining bizga ko'rsatib berishicha, ming yuyishning muvaffaqiyatli bo'lishi ming yuyilgan kishining aktiv hamkorligini talab qiladi. Uning ustiga mingisi yuyilganlarning bilish kamtugligi ming yuyg'uvchilarga muvaffaqiyat qozonishning sharoiti va fursatini tayyorlab beradi. Endi siz ming yuyish to'g'riliq Uyg'ur tarixidan yoki reallikdan misol ko'rsatib bera olamsiz?